Assalomu alaykum hammaga. Ayston masalasiga kelgandik. Isitmay qoldi deyishadi. To'kam uryapti deyishadi. Uzilgacha ishdan chiqqan tenimiz. Xo'p, ochganimizda tenimiz mana shu ahvolga kelib qolgan. Ko'rgan bo'lsalaring mana. Tenni yorib yuborgan o'sha. Prujinasi Sabiyo qolsa yaxshi ko'rinib chiqib turibdi mana. Ikkalasini ham yorib chiqqan. O'sha bu tomoni uzilib ketgan. Shuning uchun har 6 oydan 1 yilgacha hech bo'lmasa bir marta texnik ko'rikdan o'tkazib, ichini tozalab turgan ma'qul deb o'ylayman. Kimgadir shuni ariston tozalash xizmati kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, pastdan nomer qoldiramiz. Jonlaring sog' bo'lsin. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. To'pish xavfidan saqlaninglar. Rahmat.